Uyda telefon o'rniga nima qilish foydali? Kitob o'qish, rasm chizish yoki oilaviy o'yin o'ynash. Ota-onangizni xafa qilib qo'ysang nima qilasan? Kechirim so'rayman va xatoni takrorlamayman. Uyda kimga ko'proq hurmat ko'rsatish kerak? Hammaga, ayniqsa ota-onaga va kattalarga. Uyda so'zni qanday ohangda aytish kerak? Yumshoq, muloyim va odob bilan. Agar mehmon bola kelib o'yinchoq so'rasa, nima qilasan? Bo'lishaman. Mehmonni xafa qilmayman. Uyda kim hammaga mehr ulashadi? Onam, lekin biz ham mehr ulashamiz. Juda yaxshi bolajonlar. Bugun nimani eslab qoldik? Uy eng muqaddas joy. Uni toza, mehrli va hurmatli saqlash kerak.